Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biza Shamatonga kelganmiz. Uyda mana tashqi ko'rinishidan ham baho bersanglar bo'ladi, savlatidan uyda juda ham bir orzu havasli, juda bir hashamatli uy. Shamatonni mo'ljalga mana shu orqamda turgan bog'chani olsanglar bo'ladi. Mana shu bog'chani ko'chasi. Mana shu bog'chani u tarafida katta yo'lga chiqadigan ko'cha bor. Shunoq shu bog'chani yoni bilan kirib kelinadi-da. Shunoq kelganingizdan mana shunaqa bir orzu havasli, fayzli xonadon kutib oladi. Uyda balandligi, uyga qilingan xarajatni hisoblasangiz, xullas juda katta xarajatlar bo'lgan, endi vaqtiga qilingan u narsalar. Hozir ichini ko'rsataman, o'zlaring ham ko'rib baho berasizlar. Xohlasanglar yaxlit bitta mana shunaqasiga 10 sotiklik bu, 10 sotiklik hovli. Xona hisobiga bilmadim bir 8 xonami shunaqa, balki bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Xohlasanglar shundoq mana shu darvozani bu tomonidan shunoq bo'lib, bu tomonni alohida gaplashsak ham bo'ladi. 10 sotiklik 8-9 xonalik hovlimiz. Mana shu darvozaxona kirishdan shunaqa katta darvozaxona. Bemalol mashina ham qo'ysangiz bo'ladi, mehmonlarni ham kutsangiz bo'ladi. Darvozaxonadan chap qo'limizga bu tomonda asosiy binosi. Mana bu tomonda garaj qilingan. Bu tomoniga qo'shimcha bino qilingan. Korobka holatda turibdi hali. Mana patologlar. Mana bu to'rda tapcham qilingan. Tagi podval qilib. Mana bu binomiz pishig'ishdan bo'lgan. Shunaqa bitta katta zal qilingan mana. Kaminlargacha qilib qo'yishgan. Pishig'ishdan bo'lgan, gulkor shuvoq qilib qo'yilgan. Mana kattaligini ko'ryapsiz. Juda ajoyib mehmonxona bo'ladi. Mana bu bitta spalniy qilingan. Mana balandligi ham ancha baland. Bemalol patologlarni ham bemalol qilsangiz bo'ladi. Qo'rqmasdan xohlagan fasoningizga mana pishig'ish. Bu yoqda bilmadim bu oshxonaga mo'ljallanganmi, sanuzelgami, mana kanalizatsiyalarni chiqarib ketishgan. Mana bunisi spalniy, unisi mehmonxona. Spalniyda ham mana kamin qilingan. Mana ko'rayotgan bo'lsanglar. Xullas bemalol uch xo'jalik yashasa bo'ladigan sharoit bor. Sharoit qilingan shunga. Mana bu tapcha. Hovlini to'rida tapcha. Tagiga podval bor. Mana общий ko'rinish. Juda chiroyli, fayzli xonadon. Olib, maza qilib katta oila bo'lsa, maza qilib yashaydigan uy. Bu tomonda hojatxona, oshxona, o'tiradigan xona. Hozir hammasini ko'rsataman. Mana bu tapchan podvallik qilingan. Mana bu qo'shimcha binoni общий ko'rinishi mana. Bu tomonda mana asosiy binomiz. Mana bu kolonnalarni ham ko'ryapsizlarmi, qanaqa qilingan. Bu o'ziga yarasha mehnat bo'lgan. Narxi ham shunga yarasha bo'lgan. Mana bu yoqda podval bor ekan.
Bu tomonda ham mana ikkita eshik bu alohida kirishdan, darvozaxonadan kirishdan alohida mehmonxonaga eshik bor, ichkaridan ham eshik bor. Bu tomonda ham mana ikkita eshik. Bu tomonda ham bu tomondan kirsa ham, bu tomondan kirsa ham bo'ladi. Hozir uyda asosiy bino ko'rsataman. Kirishdan bizani mana shunaqa katta ayvon kutadi. Mana ko'rgan bo'lsanglar, bitta, ikkita eshik alohida yashash uchun mo'ljallangan mana. Bu eshikdan kirsangiz ham 3 ta xona, u eshikdan kirsangiz ham 3 ta xona joylashgan. Bu yoqda mana spalnisi. Bu yoqda ham yana bitta kattalar spalnisi mana. Remontlarni ko'ryapsizlar. Akkuratni, chiroyli qilingan. Ko'chaga qaragan ikkita derazasi bor. Mana bunisi eshikdan kirsak ham xuddi shunaqa bitta xona, yonida spalnisi, mana spalni xona. Mana shunaqa remont qilib, chiroyli qilib qo'yishgan. Mana bunisi mehmonxona mana. Bu darvozaxonadan shunaqa kirishga eshik bor. Alohida bu tomondan kirsa bo'ladi mana. Mana bu yoqdan kirib kelsa bo'ladi mana. Alohida mana shunday mehmonxona. Xullas, mana shu fayzli xonadonimizda bemalol 3 xo'jalikka mo'ljallangan xonadonimizda 10 sotik xona hisobida 8 xonalik ili 9 xonalik. Shundoq shu ayvon ichidan yana dalsha bu tomonga o'tsak ham bo'ladi. Mana bu tomonda mana bunaqa o'tiradigan xona qilingan. Buni ham remontlarini ko'ryapsiz. Akkuratni mana bu gazli konvektorlar qo'yilgan. Mana shunaqa qilib oshxonani yonidagi xona bu mana. Bunisi oshxona. Oshxonani yonidagi xona, o'tiradigan xona. Mana bu yoqda hammomni. Bu kirishda mana shunaqa xonasi. Dalsha ichkarida hammom. Mana hammomni ham ko'rib turibsizlar, juda akkuratni, chiroyli qilib qo'yishgan. Bu yoqda hojatxonasi plus bunaqa kotelni, hammomni nimalari, tandirxona. Mana bu yoqda alohida o'zlari uchun mana bashni qilib qo'yishgan. Suvdan muammo yo'q. Mana bu uyda общий ko'rinishi. Uyimizda общий ko'rinishi. Xullas, mana shu xonadonimiz 10 sotiqlik xona hisobida 9 xona shekilli sanadim. Hozir 9 ta xona. Shu uyimizda bitta gaz demasa, oldin gaz o'tgan, hozirda gaz yo'q, uzib tashlangan. Bitta gaz demasa, qolgan hamma sharoiti bor. Qishga ham sharoitlar qilingan. Svet, suv, hamma sharoiti bor. Mana shu uyimizda, mana shunaqa katta 10 sotiqlik 9 xonalik uyimizda. Xullas, narxini kelishamiz. Telefon qilsangizlar, narxini kelishamiz. Hozir bitta narx aytmaymiz. Xohlasanglar mana shu yoqdan, mana shu o'rtadagi kolonnadan shunaqasiga bu tomonini alohidaga ham gaplashsak bo'ladi. Unga ham kelishamiz. Pastda nomerlar qoldiraman. Shunaqa orzu-havasli 3 xo'jalik, yaxshi katta xonadon qidirganlarga videoni tashlab qo'ysanglar manfaatli bo'ladi.
Bizani kuzatishda davom eting, like bosing, podpiska bo'ling. Sog' salomat bo'ling.